Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Va xolasa sizlarga Shtambovkani kraskasi ko'chmagan holatda tayyorlashni bir layfhack o'rgatmoqchiman mana. Kraskaga tayyor holat. Lekin listi yog'i bor. Mana shu yog'ini architni qanday o'rgataman mana. Mana shu ustidan ko'pchilik kraska urib yuboradi, keyin ko'chib ketadi, mana yog'i chiqadi. Endi buni yog'ini tozalash uchun 646 suvni olamiz, quyamiz, sepamiz yoki quyamiz. Bunday qilib mana oppoq surib bunday artib chiqamiz buni. Yog'ini. Yog'i eriyapti ana. Mana 646 razlitr suv yog'ni eritadi. Mana. Artgandan keyin tozalab bor yog'ni mana surib oladi mana. Ko'rib turibsiz-a? Endi mana bu qo'l toza ekan mana. Mana chiqmaydi. Endi mana shu holatda kraska uriladigan bo'lsa, Shtambovka ham umuman ko'chmaydi, kraska tashlab yubormaydi. Ko'p yerda Shtambovka tashlab yuboradi, qildirmaymiz deganlar bo'layapti. Shunaqa texnologiyasi bilan qilsa, listlarni yog'ini yuvib tozalab, kraska garantiya turib beradi, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 0151 raqamlariga Doroza olamiga bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.